hurmatli mijozlar, bugun Agrobank O'zbekiston filiali tomonidan mijozlarga berilayotgan kreditlar to'g'risida ma'lumotlar beramiz. Dastlabki kreditlarimiz Toshkent O'ynay kreditimiz 3 milliongacha YTT yoki NSJlarga beriladigan kreditimiz bo'lib, bu ishlab chiqarishga beriladi. 5 yilga beriladi. 2 yil imtiyozli davri bilan ayollarga 18%dan, erkaklarga 20%dan beriladi. Keyingi kreditlarimiz mahalla loyihasi bo'lib, bunda 50 milliongacha kreditlar ajratiladi. Ayollarga 23%dan, erkaklarga 25%dan 5 yilga beriladi. 2 yil imtiyozli davri bilan kafillik asosida ajratiladi. Keyingi kreditlarimiz 304 chipta egasi 3-chi operator oldiga boring. 4 yilga beriladi. 6 oy imtiyozli davri bilan ayollarga 23%dan, erkaklarga 25%dan plastik kartalarga tushirib beriladi. Yig'ilish asosida yoki kafillik asosida olsalar bo'ladi. Savollar bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Nisbatan 60 yoshlarga ajratiladigan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga ajratiladi. 18%dan buyon yoshlarga tushib beriladi. Issiqxona, ishlab chiqarish, tikuvchilik, masalasichilik bo'yicha olsalar bo'ladi. Biznesga birinchi qadam kreditimiz bo'lib, bu 23% ayollarga, erkaklarga 25